Hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan villagerlar tarixini gaplashamiz. Stop, salomlashish esdan chiqib qopti-ku. Erochtek, hammaga salom, sizlar bilan Jigo. Qanunda biz boshladik. Stop, bitta narsani aytish esdan chiqibdi. Men yaqinda post qo'ygandim. U postda men qaysi videoni qo'yay deb yozgandim. O'shanda bir odam villagerlar tarixi deb yozgandi. Shuning uchun bu video villagerlar tarixi haqida bo'ladi. Qanunda biz boshladik, endi vaqtni cho'zmaylik. Qarchi, villagerlarning birinchi paydo bo'lishi. Villagerlar birinchi marta Minecraft Java Edition versiyasida beta 1.9 preliyasi 2 2011-yil sentyabrda taqdim etilgan. Dastlab ular faqat qishloqlarni to'ldirish uchun qo'shilgan. Hech qanday savdo yoki maxsus xatti-harakatlari bo'lmagan. Minecraft 1.3.1 versiyasida 2012-yil iyul oyida yangilanishida villagerlar savdo qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Endi ular bilan Emerald orqali turli narsalarni sotib olish yoki sotish mumkin. Bu unga katta iqtisodiy tizim qo'shdi. Dastlab villagerlarning kasb kiyimlaridagi rang bilan ajralib turardi. Masalan, jigarrang libos, fermer oq libos, ruhoniy va hokazo. Lekin ular hali juda oddiy edilar. Ko'p kasblari va murakkab xatti-harakatlari yo'q edi. Pillage yangilanishi. Minecraft 1.14 versiyasida 2019-yil aprel oyida versiyasida villagerlar katta yangilanish oldi. Endi har bir villager aniq kasb, masalan, fisherman, librarian, blacksmith ga ega bo'lib, unga mos maxsus ko'rinish va kiyim kiyadilar. Ravager va pillagerlar. Bu yangilanish bilan birga pillagerlar, qaroqchilar va raid hujum tizimi ham qo'shildi. Endi pillagerlar qishloqlarga hujum qilib, villagerlarni o'ldirishga harakat qiladi. Villagerlar ovozi bilan tanilgan. Bu ovozli effektni Dan Lyoud ismli ovoz rejissyori yaratgan. Agar villagerlarga zombi hujum qilsa, ular zombi villagerga aylanadi. Ularni davolash ham mumkin. Golden Apple va Weakness Potion bilan. Qarochi, bugungi videoni montajga juda ham ko'p vaqt ketdi. Videoga bir dona like bosib qo'yish tekin-ku, negir. Qarochi, hammaga xayr, sizlar bilan Jigo bo'ldim. Do'stlar, shuncha mehnat uchun bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Agar videoda xatoliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rayman.